Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'rtaq bayonotini maqtadi. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqarani harakat qilishga chaqiriq qildi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi 29 oktyabr kuni Jo Vesillo va Jo Pasillo bilan oldingi saf televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning vaziyatini, navbatdagi xalqaro jamiyatning Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga tutgan pozitsiyasi va xalqaro jamiyatning jiddiy harakatlanishi kerakligini anglatdi. Diniy erkinlikni tashabbus qilguvchilar Shi Jinpingning qayta saylanishining ofat xarakterli oqibat paydo qilganligini aytishdi. Tönde təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'rtaq bayonotini maqtadi. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqarani harakat qilishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti 31 oktyabr dushanba kuni Uyg'urlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'rtaq bayonotini maqtadi. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqarani harakat qilishga chaqiriq qildi degan temada axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda mundaq deyildi. 31 oktyabr dushanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo 50 davlat Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizgan besimini la'natlagan bir bayonot e'lon qildi. Birlashma bayonotga imzo qo'ygan 50 davlat Albaniya, Andorra, Avstraliya, Avstriya, Belgiya, British, Bulgariya, Kanada, Chex, Kroatiya, Denmark, Estoniya, Isvatini, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Guatemala, Islandiya, Irlandiya, Israiliya, Italiya, Yaponiya, Latviya, Liberiya, Liechtenstein, Litviya, Lüksemburg, Marshall Taqim Orollari, Monaco, Qarataq, Nauru, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Shimoliy Makedoniya, Norvegiya, Palau, Polsha, Portugaliya, Ruminiya, San Marino, Slovakiya, Sloveniya, Somali, Ispaniya, Shveysariya, Turkiya, Ukraina, Angliya va Amerika qatorliq davlatlar. Birlashma bayonotda eng chong gruppa Amerika hukumati va Yevropadagi 10 necha davlatning parlamentlari irqiy qirg'inchilik deb bekitgan Xitoyning vahshiyligini ochiq-oshkora aybladi. 2022 yili 31 avgust kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq ishxonasi doklad e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligining insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan. Birlashma bayonot Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlat Kanada tarafidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisining inson haqlarini asosiy tema qilgan 3-komitet yig'inida o'ttirg'a qo'yilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy komissar ishxonasining Sharq Turkiston to'g'risidagi doklatining tavsiyalarini amaliylashtirishga chaqirdi. Bayonot tizim tadbir qo'llanib, atalmish Şinjandagi erkinligining xohlagancha mahrum qilingan barliq kishilarni qo'yib berish, yo'qolib ketgan oila a'zolarining oqibati va izdirikini jiddiy oydinlashtirish, bexatar aloqalashish, jam bo'lishga qulaylik yaratishni o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining bosh ministeri Salih Xudoyor apandi Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni ayblaydigan bu birlashma bayonotga imzo qo'ygan Kanada va boshqa 55 davlatga rahmat aytamiz. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq boshlig'i Dr. Volker Turkni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatning tizdan harakatlanib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishini talab qilamiz dedi. Xitoy odati bo'yicha Kubani ishlatish orqali qarshi bayonot e'lon qildi. Xalqi musulmon bo'lgan davlatlarni o'z ichiga olgan 66 davlat xijil bo'lmasdan Xitoyning qarshi bayonotiga imzo qo'ydi. Qarshi bayonotda kishilik huquqni siyosiylashtirishga va kishilik huquqni bahona qilib Xitoyning ichki ishlariga aralashishga qarshi turadiganligi ilgari surildi. 1949 yili 10 ayning 12 kuni Xitoy Xalq Jumhuriyati qaramog'idagi Xalq ozodlik armiyasi Sharq Turkistonga harbiy tajovuz qildi. Bir necha oydan keyin Xitoy kommunistlari 1949 yili 12 ayning 22 kuni mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib tashlab, Sharq Turkistonni mustamlika va ishg'ol qildi. Sharq Turkiston sürgündü hökumatining prezidenti G'ulom Osmon Yag'ma apandi Sharq Turkiston Xitoyning atalmish ichki ishlari emas. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat. Biz 66 davlatni bo'lib, Xitoy imperializmini, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qaratgan irqiy qirg'inchilikni qo'llaydigan davlatlarni ayblaymiz dedi. Sharq Turkiston sürgündü hökumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining birlashma bayonotiga asosan
hökumət, şəxs və təşkilatlarını 2020 yılı 7 ayının 6 günü Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti və Şərqi Türkistan Milli Uyg'unish Şirketining Xalqaro jinoiy ishlar sudiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan sungan davosini qo'llab, Xitoyning Şərqi Türkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirish uchun xalqaro sudga besim ishlatishga chaqirdi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi 29 oktyabr günü Joe Resillo ve Joe Pesillo bilen aldığımız televiziyasının ziyaretini kabul kılıp, Şərqi Türkistan'ın vaziyetini, növbətdəki xalqaro cəmiyyətin Xitayning irqiy qirg'inchiligiga tutgan pozitsiyasi ve xalqaro cəmiyyətin ciddi harakatlanishi kerakligini anglatdi. Diktor Joe Pesillo baş ministerimizni tanıştırıp, 2019 yılı 11 ayının 12 günü Şərqi Türkistan sürgünde hükümetinin baş ministeri bulup saylanğanlığını, Şərqi Türkistanның Atuş şəhrində ticarətçi ailədə dünyaya kelganligini, Oklahoma Universitetida xalqaralıq tədqiqat və siyasət kəsbini oxuganlığını, 2011 yıldan 2013 yılgacha Dövlət Müdafiə Armiyasida xizmət qilganlığını, Amerika Hərbiy Universitetida dövlət bexatarlik ilmi bo'yicha magistrlik tədqiqatı bilan shug'ullanayotganligini, 2000 yılı 6 ayda ailesi bilan Amerikaga siyosiy panohlik qilib chiqqanligini, Oklahomada cho'ng bo'lganligini, Şərqi Türkistanның haqiqiy ahvolini tunutayotganligini, Uyg'urcha, inglizcha, turkchani ravon biladiganligini, ayoli bilan Shimoliy Virjiniyada yashaydiganligini aytgandan keyin riyosatchi Joe Resillo Salih xalqingizning beshiga nimalarning kelganligi haqida so'zlab bergan bo'lsangiz, 1949 yılı 13 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi mustaqil Şərqi Türkistonni ishg'ol qilgandan keyin 1949 yılı 22 dekabr kuni mustaqil Şərqi Türkistonni ag'dirib tashlagan. Xitoy doiralari majburiy emgakka selish, qalaymiqon qamab qo'yish, majburiy tug'mas qilib o'tish, Uyg'ur kulturi va diniy kimligini yo'qotish, bolalarni ota-onalaridan majburiy ayirib so'lab qo'yishdek qilmishlari bilan ayblanmoqda. Xitoyning inson haqlari dafsanchiligini tafsiliyroq anglatgan bo'lsangiz dedi. Baş ministerimiz aytganingizdek 1949 yılı 12 oktyabrdan itibaren Xitoy Şərqi Türkistonni ishg'ol qilib, mustamlika va irqiy qirg'inchilik yurgizdi. 2014 yılı mayda Xi Jinping xalq urushi boshlatib, irqiy qirg'inchilikni avjiga chiqardi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining 2019 yılı maydagi statistikasiga qaraganda, kam degandimi 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlarini Xitoy kasbiy tarbiyalash markazi deb atagan jazo lagerlariga qamadi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatı 100 minglagan Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib etdi. 50 mingdan ortiq bolalarni oilasidan majburiy ayirib etib, mingisini yuvdi. Bu Xitoy siyosatining orqasidagi rasmiy bayon. Jazo lagerlaridagi insonlar majburiy tug'mas qilib etilish, tibbiy sinoq, och qo'yish, organlarini sug'urib olish, 14 soatdan 16 soatgacha mingi yuyish, etnik va diniy kimligidan tandirib, Xitoy kimligi va Xitoy kommunizmini singdirishning qurboniga aylandi. Xitoy hukumatining bayonotiga qaraganda, nurg'ulg'an insonlar o'pka tuberkulozi va turli kasalliklar bilan vafot bo'lgan. Faktlar shuni ko'rsatadiki, nurg'ulg'an insonlar organlari uchun o'ldirilgan. Jazo lagerlarining atrofida jasad ko'ydirish o'choqlari, aeroplan stansiyasi ta'sis qilingan bo'lib, inson a'zolarini to'shish uchun aeroplan stansiyasiga boradigan maxsus yo'lmi insho qilingan. Xitoy doktorlari va O'rta Sharqdagi musulmon davlatlaridan halol organ uchun kelgan sayohatchilarning bergan guvohligiga qaraganda, ular islom yemak-ichmak shartida ching turgan musulmonlarning organlarini elib ketgan. Bu açık reallik jazo lagerlarining ichida yuz bergan. Lagerlardagi nurg'ulg'an insonlar majburiy emgakka silinib, arzon bahodagi oyoq, kiyim-kechakka o'xshash to'qimachilik mahsulotlarini, kompyuter, telefon qatorliq jihozlarda qo'llaniladigan elektr zapchastlarini ishlab chiqarmoqda. Paxta terish, konchilik ishlari, quyosh energiyasi ishlab chiqarishda kerakli kirmini ishlab chiqarish ishlariga silinmoqda. 2014 yılı Şərqi Türkistondagi quyosh energiyasi va kirmini ishlab chiqarishi yer shari ishlab chiqarishining 9%ni egallagan bo'lib, 2021 yilga kelganda 50%ni egallagan dedi. Riyosatchining Amerikadagi kapitalistlar, tijoratchilar bilib turib Xitoy bilan tijorat qilmoqda. Ular Xitoyning vahshatlari to'g'risida nimalarni biladi? Iqtisodiy manfaatini ko'zlabla kommunistik Xitoy bilan tijorat qiladi. 2022 yılı 6 oktyabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengashi Xitoyning Şərqi Türkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi qilmishini muzokara qilishni rad qildi.
Amerikada har kim Xitoy bilan tijorat qilishni xohlaydi. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining harakati. Buni qandoq tushundirsiz deganda, bosh ministerimiz 2021 yil yanvardan boshlab Trump hukumatining oxirgi davrlarida shu chog'dagi Amerika bosh kotibi Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata qilayotgan vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Buningga Kanada va nurg'ulg'an Yevropadagi davlat parlamentlari ergashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti izchil fikr qilib kelmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari oliy komissari Michelle Bachelet xalqarodagi hukumatlarning besimi ostida ojiz bir doklad e'lon qilib, Xitoyning vahshiyligini inson haqlari dafsanchiligi deb atadi. Irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Amerika va boshqa davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashida Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini muzokara qilish harakatini olib berishni talab qildi. Afsuski, bilet tashlash natijasida ikki davlat farqi bilan past vahshiy davlatlar buningga qarshi bilet tashlashi natijasida muzokara qilish harakati rad qilindi. Bunun ichida Indoneziya, Qozog'iston, O'zbekiston, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligidek nurg'ulg'an musulmon davlatlarmi bor. Xitoy buni g'alaba deb bilib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yo'q. İnsan haqlari asosiy erkinlik masalasi mavjud emas dedi. Amaliyotda atalmış bölgünçilerge ve terrorizmga qarshi turishni bahona qilgan haqiqiy irqiy qirg'inchilik mavjud dedi. Riyosatchining 2022 yili 21-sentabr Prezident Joe Biden Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida nurg'ulg'an xalqlik masalalarni o'tirg'a qo'yib, Uyg'ur jamiyatini dadil o'tirg'a qo'ya olmadi. Turkiya prezidenti Birlashgan Davlatlar Tashkilotida irqiy qirg'inchilikni tilga olib yetarlik o'tirg'a qo'ya olmadi. Ular nima uchun Xitoyga qarshi so'zlashdan qo'rqidi? Rost gapni aytganda, bu dunyodagi eng xatarlik davlatmi? deb so'rgan savoliga bosh ministerimiz Amerikadagi ahvolga qarata Biden hukumati Trump hukumatining Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan qaroriga ergashdi. Hukumat kotibi Antony Blinken buni keng doirada o'tirg'a qo'ydi. Prezident Biden irqiy qirg'inchilik haqida so'zlashdan, Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblashdan o'zini qochirdi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bayonida aks etdi. Meningcha, buning sababi Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatida. Baydenning atrofidagilar mablag' solgan shirkatlar Xitoy bilan tijorat qiladi. Meningcha, tunji sabab bu. Turkiyaga kelsak, Turkiya uzundan buyon amaliyotda Xitoyning Uyg'urlarni bostirib, irqiy qirg'inchilikni haqliq ko'rsatishiga hamkorlashgan. Falastin Kashmir masalasida Erdo'g'an bayonotida nayta aniq qilib, ularning mustaqilligi, o'z-o'ziga xo'ja bo'lish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Biz Uyg'urlarga kelgan vaqtda Xitoy Xalq Jumhuriyatining zamin butunligi, egilik huquqiga hurmat qilgan asosda Uyg'urlarning erkinligining kafolatlantirilishini umid qilamiz deydi. Bu yerda muhim bir masala Turk xalqining kelish manbasi Sharq Turkiston. Mong'ollar O'rta Osiyoni ishg'ol qilganda turklar g'arbga, ya'ni Anatoliyaga ko'chib kelib, hozirgi Turkiyani borliqqa keltirgan. Turkiya bu masalada Sharq Turkistonga xiyonat qildi dedi. Bosh ministerimizdan oxirgi bahosini o'tirg'a qo'yish talab qilinganda, Xi Jinping yana bir navbat vazifa o'tashga kafolatlik qildi. Balki Xitoy diktatori bo'lish sifati bilan umr bo'yi vazifa o'tishi mumkin. Mana bu Sharq Turkiston xalqiga qo'rqinchli oqibatlarni olib keladi. Xitoy Uyg'urlarga bo'lgan irqiy qirg'inchilikni kuchaytirdi. Chunki xalqaro jamiyat irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakat qilmadi. Bu xalqaro jamiyatga boshqa salbiy oqibatlarni olib keladi. Xitoy Tayvanni ishg'ol qilmoqchi bo'layotdi. Dunyoning boshqa joylariga besim ishlatadi. Shunga dunyo kechikmasdan harakatga kelishi lozim. Uyg'urlar va Sharq Turkiston uchun vaqt intayin qiz dedi. Diniy erkinlikni tashabbus qilguvchilar Xi Jinpingning qayta saylanishining ofat xarakterli oqibat paydo qilganligini aytishdi. Xristian pochtasining 27 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, diniy erkinlikni tashabbus qilguvchilar Xi Jinpingning qayta saylanishining ofat xarakterli oqibatni keltirib chiqaradiganligini aytdi. Xi Jinpingning qayta saylanishi Xitoyning osonliq millat deb atalgan millatlarga va siyosiy o'qituvchilarga tutgan muomalasining ayblanishi. Dunyoning har qaysi joylarida millionlagan kishining o'lishini keltirib chiqargan tajismon virusning tarqalishiga duch kelgan mezgilga to'g'ri keldi. Xitoy Kompartiyasining Xi Jinpingning davomli hokimiyat tutishini qo'llashi Amerikadagi diniy erkinlikni tashabbus qilguvchilarning andishisini qo'zg'adi. Ular Mao Zedong boshchiligidagi madaniyat inqilobining qorong'u kunlarining qaytalanadiganligini,
farqli diniy va etnik millatlarga qarshi ziyonkashlikning kuchayishining signali ekanligiga ishonadiganligini aytishdi. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi atalmish Şinjanni ishg'ol qilgan zamin deb qaraydi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati va Sharq Turkiston surgundi hukumati Washingtondagi Amerika tashqi ishlar ministrligining oldida Amerika hukumatini Uyg'urlarni qo'g'dash uchun Xitoyga qarshi texnik kuchli tadbir qo'llanishga chaqirdi. Salih Xudoyer apandi Xristian pochtasi gazetining ziyoratini qabul qilganda Shining qayta saylanishiga qarata o'zining amdisini tafsiliy bayon qilib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning kuchaydiganligini, xalqning azob uqubatining ortadiganligini, Xitoyning milliy gullanish orzusining texmo amaliylashidiganligini, Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ulga o'xshash Xitoy bo'lmagan millatlarning oqibatining vahshiy bo'lganligini, 1949 yili oktyabrning oxirida Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin Uyg'urlarga izchil ziyonkashlik qilib, assimilyatsiya siyosatini amaliyalashtirib kelgan bo'lsa-mu, ammo Shi Jinping davrida Xitoyning milliy gullanishini ishga oshirish orzusining turtkisida vahshiylikning texmo ortganligini, 2014-yildan boshlab millionlagan insonlarni jazo lagerlariga sulab, majburiy tug'mas qilib o'tish, bosqinchilik qilish, qattiq qiynash, Xitoyga aylantirish, o'ltirishdek vahshiy qilmishlarni yurgizganligini aytdi. Gaddiston institutining ko'zga ko'ringan peshqadam xizmatchisi Gordon Chang, Shi Jinping irqiy qirg'inchilik alvostisi, u tarixdagi eng chong vahshiy tajovuzchi. Kompartiya uningga amdila cheksiz huquq berdi. Shi Jinping Xitoy kompartiyasining jamiyatni mutlaq kontrol qilishi, o'zining partiyani mutlaq kontrol qilish kerakligini tushunadi. U har ikki nishonga yetmaguncha to'xtab qolmaydi. Biz andish qilishimiz kerak deb ogohlantirdi. Amerikaning sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Shi Jinpingning qayta saylanishiga qarata Twitterda inkos qaytarib, Shi Jinpingning umumiy huquqni tortib olishi hayron qolarlik ish emas. U butunlay kommunist mustabid dedi. Mike Pompeo Xitoyni harbiylar diqqatni markazlashtirishi kerak bo'lgan haqiqiy tahdid deb bekitdi. Ey piqir Uyg'ur, o'yg'on, uyqung yeter. Senda mal yo'q, emdi kesse can keter. Bu ölümden özüngni qutquzmasang, ah, sening halin xatar, halin xatar. Qop dedim, beshingni ko'tir, uyqungni och. Raqibning boshini kes, qinini chach. Ko'z ochib atrofga obdan baqmasang, o'lasan armonda bir kun, noiloj. Helimu cansızga o'xshaydi tening. Şunu yo'qmi ancha o'limdan g'imim? Qichqarsam qimirlamayla yotsan. O'yg'onmay o'lmoqchimisan shu peting. Abduri Abduxoliq Uyg'ur. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögünanlar için köp rahmet. Keler qitimki programımız görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.